aziz ustozlar, fahmlagandan so'ng sizni yurak naftatingizda bu yig'ilish ham bardosh bera olmay, ortga chekinib, ko'kdan nafasi ufura boshladi. Ona diyorimiz uzra, bahor shamollari esib turgan kunlarda, xonadonlarimiz farishtasi, oila qo'rg'oni, biz farzandlarni oq yuvib, oq taragan, Yaratganning tengsiz mo'jizasi bo'lgan ayol zotini ulug'lash va yuragimizda eng yuksak nozik tuyg'ularni ifoda etgan holda go'zallik va nafosat bayrami 8-mart xotin-qizlar kunini nishonlash uchun yig'ildik. Muhtaram onajonlar, aziz ustozlar, opa-singillar va qizlar, barchangizni go'zallik va nafosat bayrami bilan chiqqanimizdan muborakbod etamiz. Bahor keldi gul bilan, shohida bulbul bilan. Onajonlar, tabriklaymiz bugungi ayyom bilan. Quyosh kulib boqqan kun, bahor tanga yoqqan kun. 8-mart onajonlar. Sinf o'quvchilarini ajoyib she'rlarga taklif qilamiz.